Siyoset do'qmushining Van kampirlari nima deydi? Birinchi. Gözçilərdən ma'lum bo'lganidek, milliy da'vo yo'nalishi farqli atmosferaga qadam qo'ygan yaqinqi bir qancha yil mobaynida yildan yilga burilish xarakterlik o'zgarishlarni, o'tkili qiyin bo'lgan bir qator davolg'ishlarni boshdan kechirdi va kechirib kelmoqda. Her cemiyetinin yuqori ve tuvan tabiqisi, sarxili ve axlati bo'lganidek, sarxillarning shig'il taşlar orasidagi marmardek süzülüp chiqqanligimi, marmarsimon tosh siyoqiga kirib olgan dashqonlarningmi g'alvirda tasqilib mang'anligimi shohid bo'ldik. Bu jarayonda bosh otilib kelgan ba'zilarning kallasining barangdagi qapoqdan farqi yo'q manqurtligimi, Viviskisiga ilim məşili izilib, şalğıt zehniyatını bazarga saladigan ideya payişələrini körgən bolduq. Umumi ahvaldan qaraganda muddalarının haqiqi ma'nida siyasi da'vo qilish bo'lmasdan, balki xalqni da'vosimlik qo'tanga qandaq qilib solash, kirmaganlarni o'zikidan kirdigan podiga qandaq qilib aylantirish ekanligini o'z amaliyatlari bilan ko'rsatib bergan bo'ldi. Bu xil urinishlarga qarta albatta qarshi inkoslarmi oz bo'lmadi. O'qituvchilikmi ismi jismiga loyiqlashgan qarshilikni shakllantirdi. Ko'rindiki xalq uyg'onyotdi. Viskisidagi xatga qarabla o'zi va avlodlarining kelajagiga chetildigan ishlarga betim tugul bir tal chekitnimi o'ylashib atadigan darajada sezgirlashyapti. Buning har turli siyosiy nayrangozlikni, cho'ntak tomlash yoki o'jisining tamakisiga o'tiqish sanaladigan ishlarni da'vo deb yutqizish ko'yida yuradigan tiplarning ishi kundan kuniga taslashishga boshladi. Buningga agishib qisqa yo'lni uzartishga yotadigan ishlarning durust emasligini uqib qoladigan, ko'rmagan suvga oldin ishdan silishga yotadigan safarbarliklarga to'xta, bu zodi nemish deb savol qo'yib, kalladan o'tkazishga boshlaydigan angliqlarmi ko'paydi. Burunqidek vatan taqdirini bosh atalgan xapanboshlarga taslim qilib etib, xotirjam bo'ladigan zamonlarga xotimi berishmi reallik yüzü ko'rishga boshladi. Mana bu sagishlar siyosiy ansamblchilikning koni sanamni kiyib, yengilab takrorlab beqishdek arzon usuldagi tafovut qazinni o'rib etmay turolmadi. Bu ish ularga shakl o'zgarishlar yetarlik emasligini, xarakterigimi ba'zi o'zgartishlarni kirgizib, xurish yangishlash lozimlik uchurini bergan edi. Şunun bilan kiyim yengilab axtarolmagan bozorning nag'misini yengilab beqish istakleri paydo bo'lishga boshladi. Milliy da'vo yo'lining do'qmushlariga musallat bo'lish ko'yda yurayotgan hamda yangidan qarsini ko'rsatishga boshlagan Van kampirlik hodisasi mana bu xurish yangishlab ansambl yengilash, nag'ma yengilab usulga sakritish taktikalaridan biri sifatida ko'zga cheliqmoqda. İkinci, bugungi avlod nasl ichida Van kampir obrazini bilmaydiganlar yo'q bo'lishi kerak. Van kampir mahalla ichidan biri bo'lib, choy do'konining xo'jayini. U o'z oldiga bir do'kon tutib menayotgan bo'lishiga qaramay, doim choyxonaliklarning yurish turishi, ichki ishlarini nazorat qilib turadi. U mahalladagi do'konchilik tarixining uzunligi bilan o'tgan kechganlarning ko'zida mo'ysbit mamay xolos. Lekin uning bilan qo'shni bo'lg'uchilardan tortib mahalla ichidagi boshqa do'kondorlarga qadar hammasiga xarakteri va qo'y-payli tunishliq bo'lgan bir qeri dallal. Uning ishi mahalla kulturi hamda axloq mizoniga uyg'unlashgan holda bir oilani yana bir oilaga chetish emas, balki bir avratni yana bir avratga harom yo'l bilan tutashtirishdek paskesh xizmatni qandoq mahirlarcha o'rindash. Shuningda hunar ko'p. Tajribasi va do'konchilik tarixi uningga bu hunarni qandoq achillik bilan o'ynashga usta qilib etgan.
u birovning pok uyga qandoq chivin qo'ndirib bo'ron uchirtishgan. Yana birovning kallasiga qurt silib chivin bilan pashini qandoq qilib bir to'shakka jam qilishga usta. Uning juplashtirish mizoni yo'q, axloqi yo'q. Aslida mizonga amal qilish uning xarakteridanmi o'rin tutmagan. Lekin u shu qadar makkorki, mizon ahlini qandoq qilganda mizonsizlashtirg'ili. Poklikni qandoq qilganda shaltoqning bir qismiga aylantirg'ili bo'ladi. Qandoq qilib manfaat badaliga birini uydan tandirib, yana birining sarining ko'ngil xush qildigan qo'nchiqiga aylantirg'ili bo'ladi. Qaytqili bo'lmaydigan xatoga dastish orqali qandoq aynitqili bo'ladi deganlarni nihoyatda yaxshi biladi. Buning bilan Van Kemper kelishtirgichi dallollar emas, yana qaymoq turib izqiqtirgichi jaddal. Birovlarning istikini beja keltirish yo'lida saqni buzuqqa taslim bo'lishga qistaydigan tejimal qiltaq tushirishga xizmat qiladigan yollanma vositachidan iborat. 3. Bilimizki tilimizda Dajjal inson turidan bo'lmagan sirtqi iziqtirg'uchining ismi. Jaddal bo'lsa uning odam suratlik nusxalarini sifatlashda qo'llanilgan ism. Ya'ni inson turidan turib Dajjalning qilqini qilg'uchilarni sifatlaydigan ta'bir. Yaqinqi mezgillarda maydonga kelayotgan va sahibxonlari konkret izohlab qayil qilishqimi ojiz kelayotgan atalmış sistema. Suiiste'molga intayin ochiq bo'lgan xalq, hamkorlash, hukumat qatorliq huquqlarning bozor narxida ishlatilayotganligi, qo'yun chiqarish qasdida tashviqotga kirishayotganligi amaliyotda xarakter jihatdan siyosiy da'vo yo'lining pokligini bulg'ashni muddo qilgan bir turlik Van Kemperlik hodisi maydonga kelayotganligi ma'lum. Buni o'z navbatida dajjallikni ilhom manbasi qilgan bir turlik siyosiy jaddallikning pishiqlab ishlangan varianti deyishga bo'ladi. Van Kempercha zihniyatchi bo'lganda shahar otlab qilayotgan sayli sayohatlik da'vo anglash jarayonida qandoqdir davlat va davlatlardagi birla hukumatni manba qilgan tashkiliy qurilmaning bo'lmaganligi yuzasidan el-olam oldida o'ng'aysizlanish yuz berganmish. Sat turdigan bu o'ng'aysizlikni tugutish uchun qandoqdir o'zining nazoratchiligi ostida bo'lishni shart qilgan asosda bo'linib ketgan 6 hukumatni birlashtirib jiddiy holda bir hukumat qilmasi bo'lmaymish. Aytishlaricha Van Kemperchi salochilikning natijasida atalmış 5 hukumat ma'qulga kelgan bo'lib, 6-si bu ishga yaqin kelmayotganmish. Mushu 6-chi hukumat xalq e'tirof qildigan surgunda hukumat bo'lib hisoblanmasmish. Bu nima degan romantik siyosiy ko'rinishlar ha? Van Kempercha zihniyatning talqin qilishicha, uning o'tirg'i qo'ygan hukumat modelida atalmış 5 hukumat bilan ayvashga kelmayotgan 6-si harmonlashqudek. Butkul tartiblar o'zgarib atalmış sistema bilan ma'nogan bir hukumat sifatida butkul ish taqsimot yangidan taqsimlanarmish. Sistemaga kirish bilan hamma o'z qo'lidagi materiallarni hukumatchilikka doir narsalarni topshirib, sistema bo'yicha har kim yengvoshdan topshirilgan ishni qilarmish. Van Kemperlik qilayotgan atalmış xalq nomidan nazorat qilib turadigan atalmış komitet bo'lsa, hammaning beshida qarab turarmish va shu bo'yicha hamma o'zining ishini qiladigan bir sistema ostiga jamlangan bo'lib, shakllangan bo'larmish. Hikoyaning eng bema'ni fantaziyalik qismi shuki, saylam ishlarida qandoqdir vatani o'z ilkida milliy istixboroti mukammallashgan, armiya va iqtisodiy kuchi o'ziga o'zi yetadigan, mundaqcha aytganda necha 10 yillik musofada mustaqil davlatchilikni davomlashtirib kelayotgan ilg'or davlatlar qilayotgan bo'yicha bizning xalqmu internetdan bilet tashlab o'z hukumatining saylam ishlarini ilib borsa, masala shundoq hal bo'larmish. Yana texi mazkur atalmış sistema shu qadar maslahat qilish kuchiga ega ekanki,
mazkur sistemaga qaytilgan va hukumat a'zoligidan tortib vakil yoki amaldorlargacha bo'lgan tabiqalarning hammasida har kim o'tmishi va bundan avvalgi siyosiy tarixi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar kirsa va nomzod bo'lsa bo'laverarmish. Mazkur nazoratchi kampirlarning nazarida hech birining o'tmishi va siyosiy ish izlari muhim emasmish. Keçmişi ve bugünü sürüşte kılınmagan halda birleştirilgen hükümetke kiriş ve namzat buluş saylanış hakkı verilermiş. Neçe devletke barsam hükümetimizin bir bolmaganlıqdan sebep turdiken namlıq hikayeden başlangan bu fantaziyelik hükümet sistemisi işini ekranga çıkarıp durup diğerligidek buluş üçün mu adetteki divan buluş yetmeydiğallıqını anqıralmagan bu Van Kemperçi zihniyet ahırgı berip mazkur fantaziyasini ne siyaset felsefesidir, ne növbetdeki siyasi reallik taqazası noktasıdan tutamlıq bir asasqa ega qila olmadi. Bütünlay hissi bo'lgan üstülük aylab yillab sayis ko'rilmaydigan, faqatla turlik suyuqlantirishlarga, ichidan cho'p to'zishlarga qarshi orijinallikni saqlab kelishda muvaffaqiyat qozongan mevcut sürgün hükümetinin obrazi yoki xizmat funksiyasini media kuchi orqali xunuklashtirish propagandasini ijro qilishdan boshqa chog'da yedi bo'yi sezilmaydigan atalmış hükümetlerini növbetde ishki tartib qurilmalarini sozlab aktiv xizmati amaliy qadamlari bilan namoyon qilayotgan mavjud sürgünde hükümetni ishni Sharq Turkiston sürgünde hükümetidan boshlash atliq propagandanın əbliş nişanı qilishi haqiqatan kishining g'idig'ini qo'zg'amay qolmaydi. Van Kemperçi zihniyat yana kelib siyosiy dallallikni atalmış xalq nomida go'yo o'tirsi xalqni manba qilgan va xalqqa vakillik qiladigan ko'rsatib gap o'ynatayotgan bu zihniyat mazkur suhbat programmasini tashkillash orqali növbetdeki urinishlarning asli muddasining qandaqdir atalmış 5 hükümet bilan atalmış 6-sini aplashtirib bir yerga keltirish emas, balki oldi bilan orijinal sürgünde hükümetni boshqa atalmış 5 sürgünde hükümet bilan bir qatorga tuzish. Ularning hammasini xalqaro o'xshash funksiyada, o'xshash rolni ilayotgan qabul qilib, orqadan go'yo növbetdeki siyosiy vaziyatimizda qandaqdir hükümetler avib ketish krizisi bardek bir saxt ko'rinishni yaratish borligi va bu bahonani tutqaq qilib orijinal hükümetga chumoq selish qo'ydi ekanligi o'z o'rnidan ma'lum. Ichidan bo'linib chiqqan prinsipsizligi sababli qo'g'landi bo'lgan yoki xiyonat sababli haydalgan bir to'p do'konchilarning beviskisi bilan asldagi sürgünde hükümetning tüpki ideologiyasi ve prinsipini muhafazat qilib kelayotgan bir tashkiliy qurumning nom obrazini bir sig'alvirga salmoqchi bo'lishdanmi ortiq Van Kemperlik siyosiy dallallik bo'lsin. Albatta, asldagi sürgünde hükümet davatgan chog'da qandoqdir kim boshda qurgan bo'lsa, orijinali shu deganlikni ko'rsatmaydi. Bu yerdeki aslilik mazkur hükümetning dastlab qurilgan chog'dagi ideologiyasi, shundaqla qurilish maqsadini sog'lom asosda muhofazat qilib kelayotgan yoki kelolmagan bo'lishi ko'zda tutilgandir. Mayli raqiblari tarafidan bo'lsin, mayli kishilik muomalada chiqisholmasligi sababli xushi yo'q kelishmaydiganlar tarafidan bo'lsin, mayli dushman nazarida bo'lsin, navbatda G'ulom Osmon prezidentligida xizmat qilib kelayotgan, shundaqla Solih Xudoyor boshchiligida harakat qilayotgan Sharqi Turkiston sürgünde hukumatning eng dastlabki qurilish ahdnomasini muhofazat qilib kelayotganligi, milliy irodaga chang qo'ndirmaslikda bir chekchaqliq sahvaniylikka yo'l qo'ymaslikda keskin bo'lib kelgan hukumat ekanligi tartishga o'rin yo'q bir masala. Shundaqkan bu yerdeki aslilik yoki asldagi Sharqi Turkiston sürgünde hükümetining orijinalligi shaxsiylarning baldur yoki keyin qurilishida emas.
ideologiyasi va qurilish prinsipiga qaysi darajada sodiq bo'lib kelgan yoki kelmaganligi bilan o'lchash insofdan bo'lmoqi lozim. Demak, o'rtadagi reallik tartishimsiz bir holda ekan, masalani to'g'ri nuqtadan ko'zatish qobiliyati bo'lmagan birining yana kelib mansubiyatlanmagandimi navbatda milliy irodaga vakil bo'lib turishda barmoq bilan ko'rsatishga bo'lg'idek bir qurilmaga hurmat ko'rsatish tuyg'usi bo'lmagan birining 5 hukumat ma'qulga keldi, 6-si bosh tortdi. Bundoq ketaversa xalq buni e'tirof qilmaydi. E'tirofga erishishi uchun 5ning 6-si bo'lishi bizning nazoratimiz ostiga kirishi kerak. Jumlasini qurishning o'zila buning isloh xarakterlik ish emas. Suyuqlantirishdan keyingi yana kelib necha yildan beri ichidan krizis yaratib cho'yish amalga oshmagandan keyin yana bir qitimliq tashqi mudohala deyishdan boshqacha tushunish mumkin bo'lmaydi. Chunki qora oq qora qilinib suyuqlantirilgan bir paytda qora qilingan oqning qorliqini yoki bo'lmasa oq qilingan qarining oqligini qubullantirishga majbur qilib qistashdan ortiq suiqasd va nacharlik bo'lmaydi. Bo'libmi xalq nazarida amaliy faoliyat qilayotganligi kunda digida ko'rinib turayotgan bir tashkilotni yana kelib atalmış 5 hukumat otliqlar bilan bo'lgan tartishmasi hech kun tartibda bo'lmagan bir vaqtda atay bu temani ko'tarib chiqib ishni surgun hukumatdan boshlash kerak deganlikning ma'nosi ishidan o'rtib to'ztalmaganni teshidan chumoq suqib bo'litish kerak degandan jiq farqi yo'q iddao bo'lib qoladi. Navbatdagidek xalqaro sahnalarda aktiv faoliyatda bo'layotgan, mundaqcha aytganda bir bilan ishlab ketayotgan, yana kelib ideologiyasi sog'lom ravishda ketayotgan bir mezgilda bundaq bir urinishni bozorga silishning tashkilotning mexanizmini sirtdan chumoq soqib cho'yitish, xamchotlarga tayangan sistematlik qo'tonga solab buzib kardan chiqarish urinishidan boshqa ma'nosi bor degili bo'lmaydi. Chunki mazkur siyosiy von kampirlarning mavjud surgun hukumatni xamallashtirish iddaosining hamda atalmış 5 hukumat bilan birlashib turgandan keyingi o'tirg'i qo'ygan modelning mavjud surgun hukumatning navbatdagi tashkiliy qurilmasi va mexanizmisidan mu'ala bo'lmaganligi, aksicha tayini yo'q bahonalarga asoslanayotganligi o'z izohatlaridan ma'lum. Shundaqla bundaq xamchutqi tayini bilib hapilishib yurishning navbatda qo'ldan kelishicha o'z ishini qilib ketayotgan hukumatning mexanizmisini buzib o'tish, ishchida xizmat qilib kelayotgan a'zolarning umumyuzlik xizmat tartibi va funksiyalarini qayta xizmat taqsimoti shakllantirish orqali ostin ustin qilib avar qilish ekanligi ularning o'z bayonidami ma'lum bo'lib turdi. Yig'ib aytganda navbatdagi amaliy talab taqozo xalq orasidagi aqliy va moddiy kuchlarni to'plab ideologiyalik va tashkiliy sog'lomlikni birinchi o'ringa qo'yib kelayotgan mavjud surgun hukumatni yanamo dinamik holga keltirish, chingitish va cho'ngaytish oqilonliq bo'layotganda bir uchun von kampirchi zihniyatlarning chiqib ta'tir muqom to'lab yurishi, xalq sistema qatorliq suiiste'molga ochiq hukmlarni kelsi kelmas urg'ulab turib haqiqiy ma'nodagi siyosiy qurilmadan bakarak siyosiy qo'ton yasab chiqish propagandasini bozorga selishi qilayotganlarning bir turlik siyosiy fitnaga ul selish, tili boshqa, dili boshqa g'arazlar uchun yo'l hozirlash ekanligini ko'rsatib beradi. 4. G'arb siyosiy obzorchiliklarning tanqidlarida bo'libmi demokratiya ostida qilinayotgan siyosiy aldamchiliklarga qarta bir qism obzorlarda birlashma hukumat deganlik Group 6 ga o'xshaydi, ehtiyot qilmoq kerak degan qurlar kechidi. Demakchi bo'lg'ini siyosatchilar bir qurilmaning ahli bo'lib xato qaror ilishsa, qolgan o'qitichi partiyalar bunga darhol mudohala qiladi. Uni fosh qiladi yoki kelib chiqish oldidagi xatolikdan ogohlantiradi. Lekin birlashma hukumat xato qaror olsa,
demak bu ularning xalqni birlashib yasaymiz deganligidir. Obzorchilar deydiki, gaz şirketining sho'balari orasidagi kengashda idoriy birlik xato qaror chiqarsa, uning xatoligini xizmatga tushgan hamon bayqash mumkin. Lekin birlashma hukumat xato qaror chiqarsa, ko'pincha holda xatolik ziyonni tartib bo'lgandan keyin uqiladi. Vabali xalqqa bo'lgan. Aslab ko'rdigan bo'lsak, bu obzor bizga ikkinchi jumhuriyat tariximizning taqdirini eslatmay turolmaydi. Shu chog'da har qaysi tarafdan tashqi besim shakllantirib, o'xshash mustaqillik deydigan guruhlar tashqi besim bilan moslashib turib, ideologiyasi va siyosiy mavqesi saqlan bo'lgan Cumhur Reis boshchiligidagi tashkilni birlashma hukumat qurishga qistagan. Bu amalga oshgandan keyin Cumhuriyatning ideologiyasining qurg'uvchilarini ko'zdan yo'qotib yoki to'zitib, o'rnini birlashma hukumat tarafdorlari egallagan. Natijada Sharq Turkistonni tinish yo'l bilan qo'shqo'llab taslim qilish vazifasi mazkur birlashma hukumatning heliqi xiyonatlik bitimga kelishi natijasida vujudga chiqqandi. Mundaqcha aytganda, birlashma hukumat otliq qo'tanning yasalishi mustamlikachilik davrining boshlanishining muqaddimasini yaratgan ishg'olchilikning mashhuriyat qozonishidagi ochiqchig'i aylangandi. Tekrar tarix yana shu farqli variant va farqli bo'yoq bilan qarshimizga chiqayotganligi. Mash'um tarix kunimizga kelib yana bizni o'xshash qismatning iskanjisiga qistayotgan, siyosiy nodonlikning badalini hasilab to'ltishga ittiradigan bir atmosferaning shakllanishiga yang turayotgan bir holat aks etib turibdi. Qaysi bir mutafakkirning aytganidek, haqiqat yasab chiqilib bo'ladigan narsa emas. Suiqasdlik siyosat dal yasab chiqilgan haqiqatning me'mori bo'lib, haq ahlining qo'lida idora qilinmagan siyosat haqiqatni qo'nchoqlashtirishdan, qilish bo'lib xalqning qinini to'kkichiga aylanib qilishdan saqlanolmaydi. Aslida sunniy borliqqa kelgan hukumatlarni avval orijinalda qabul qilish, arqadan orijinalini yana kelib hukumatning qurilish ideologiyasi bo'lgan milliy irodada tavranmaslikni odoqqa shuvori qilgan asliligi bor bo'lgan bir hukumatni krizisning undirmillari bilan tang o'ringa qo'yish, millatni ahmoq qilib o'ynashdan, ishlab kelayotgan hukumat mexanizmiga chumoq silish, sunniy kun tartib yasab yo'lni oqsitishdan boshqa ish emas. Yani kelib bunu bir turkum siyosiy tutumlari har turli siyosiy ansamblchilar bilan talada ayrim, mehmonxonada ayrim lapara o'ynay oladigan, texi 4 yil muqaddam mustaqillik irodasini jakarlash tipidagi imzo ishida o'sayga ketgan. Aksicha Matrjakning milliy mustaqillik irodasini zidligichi Xinjiang ismida mavzu qo'yilgan imzo faoliyatining aktiv tashviqchisi bo'lgan. Shaxsiy hayotiga qaralsimi biror Uyg'ur bilan to'y qilganligimi bilinmagan. O'z pushtining kimligining Uyg'ur bo'lishig'imi ahamiyat bermay o'tgan millatchi siyoqidagi tiplarning mundaqcha aytganda siyosatning von kampirlarining qo'lida ishga oshirilmoqchi bo'lganligining o'zila buning bir turlik asorat ahdnomasi yangilash projesining bir qismi bo'lishi ta'kidlanmay qolmaydi. Xulosalaganda ishni Sharq Turkiston hukumatidan boshlash projesining siyosiy harakatga chumoq selishda ishni oldi bilan orijinal hukumatni Medin Chaynasimon yasalgan undirim hukumatlar bilan aralashtirib harmonlash, buzish, mundaqcha aytganda poqi bilan bo'lmoqini aralashtirishdan boshqa ish emasligi o'rtada. Xulosa: Yangi zamon siyosat falsafasining qurg'uchi mutafakkirlardan faylasuf Jean-Jacques Rousseau shundoq deydi. Bir xalqda asldan davlatchilik bor bo'lsa, hukumat qurish ishi faqat shu xalqning elit sarkillarining soyasida vujudga keladi. Rousseau yuqorqi so'zni yanada ilgirlatgan holda, agar hukumat siyosiy elitlarning qo'lida quriladi desak, u chaqda mazkur elit sarkini qandoq belgilaymiz? Qaysi o'lcham orqali uni sarka yoki emasligini o'lchaymiz degan savolni qo'ydi.
Onunca mazkur siyosiy sarkini tonishning yo'lining uning siyosiy prinsipda mazmut yoki emasligini dangsash. Umumining irodasiga, ya'ni bugungi biz ta'kidlab kelayotgan milliy irodaga ega chiqib chiqmayotganligini o'lchash ekanligini ilgari surdi. Albatta, farqli funksiyada xizmat qilayotgan o'xshamagan siyosiy tashkilotlarning bo'lishi, har birida sarkilarning o'rin tutgan bo'lishi aqalli masala. Lekin tashkilotning vazni nuqtasidan ilib aytganda, agar surgunda hukumatlar orasidan ilg'ashga to'g'ri kelsa, buning o'lchimi mazkur hukumatning milliy irodaga vakillik qilayotgan yoki qilmayotganligi bilan o'lchash. E'tirof qilish yoki qilmaslikni buningga qarab bekitish. Cho'sh yoki isloh qilishni shu bo'yicha dangsash oqilonalikdir. Agar hukumat milliy irodaga vakillik qilayotgan bo'lsa, hamda uni texmo ilg'orlashtirib, isloh qilish kerak bo'lgan taqdirda uning yo'li changlashtirush, g'aldig'ashliklar bilan harmonlab buzish, pak bilan buzuqni sistematlik nikoh bilan juplashtirish emas. Aksicha, buni isloh qilishning eng bexatar yo'li uni kuchaytirish va texmi cho'ng bir qurilma holatiga elib kelishga yaraydigan qo'llash va bor imkoniyatlarni o'rtoqlash orqali quvvatlantirishdir. Sunniy bilan aslini farq qilmasdan nuqul boshqa elning sistemlashib bo'lgan bir qism qurilmalarni yana boshqalar o'ziga mos keltirib pishgan kiyimini shu peti oriyatga ilib kiyib, mushningga tushsang, e'tirof qilinasan, bo'lmasa san paxshi deyishning o'zi haddisizlik, zo'taliq va buzg'unchilikdir. Yig'ib aytganda, bundaq o'tirg'i chiqishlar maqsadning isloh qilish emas, so'zlayotgan bir qurilmani atalmish birlashish nomlari ostida to'g'lashtirish, uning iqin holatidagi harakat yo'linishini burash, put-qo'lini tushakash urinishidan boshqa ish bo'lmaydi. Xarakterning turg'un suv va latqalarni yig'ib to'ngiltib muz yasab, arqadan uningga dag'dam ketayotgan iqin suvga qarshi to'g'on yasashdek bir ish ekanligi aniq bo'lgan bundaq bir urinishlar ichidan qamlashtirolmaganda teshidan chumoq silib o'rinsiz sunniy fantaziyalar orqali qabilishlar isloh qilish emas, imho qilish, ujuqtirishdir. Qurish emas, o'rishdir. Ihyo qilish emas, ifsod, buzish etishdir. Tarixiy savodlarmi, siyosiy savodlarmi, aqliy tahlillarmi navbatdagi ishni surgun hukumatdan boshlash otliq projening asli xarakterining nimaligini yuqorqidek xulosa qilib turibdi. Shundoqkan masalani shirkat yoki tijorat jiddilik kabi ikki taraf masalasi sifatida qarab tomosha ko'rish qancha mas'uliyatsizlik hisoblansa, oq-qora aniq turgan bir ishlarda masalani yana kelib hukumat masalasidan iborat Sharq Turkistonliklarning siyosiy taqdiriga munosabatlik harakatlardagi tugunlarni go'yo taraflarning o'zaro ishida qarab tashlab qo'yish mohiyatda avlod nasllarning taqdiridanmi ashu so'z egisi bo'layotganlarning majralariga tashlab qo'yishdan farqi yo'q bo'lgan ongsizlikdir. Bundaq qilmishmi o'z navbatida siyosat ko'chasidagi van kampirlarning choychiligini bozor topqizishga, fasodchiliklarni keng tasha yeyishga ko'rurman bo'lishdan boshqa ish bo'lmoqsi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uchilarimiz deydi. Ogoh bo'linglarki, haqiqatan ularning o'zlari buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Sura Baqara 11 va 12 oyatlar. Burxon Muhammad